Yashnobod tumanidan uy qurib sotadigan akalarim diqqatiga. 8 sotixli Uguloyda joylashgan yerimiz sotiladi. Birinchi bo'lib sizga manzilni to'liqroq tushuntirib beraman. 400 metr pastroqda metro 3-bekat, 300 metr pastroqda Tapovich banisi, 500 metr pastroqda Kadishva bozori. Bizning uyimiz Fedap yonidan 50 metr kirganingizda sotilayotgan uchastkamizga yetib kelasiz. Gaz, suv, svet, kommunikatsiyadan muammo yo'q. Fasad razmeri 27 metr, yon tomoni ham fasad. Uguloyda joylashgan. Uchastkamiz to'g'ri burchak, chiroyli planirovkalar bilan uy-joylarni qurib olsangiz bo'ladi. 7-8 ta xonasi bor, oshxona sanuzunlari bor. Yer hisobida sotilayotgan uchun uylarning ichkarisini kirib ko'rsatib o'tirmadim. Niyatingiz jiddiy bo'lsa, xonadonning egalarini raqamlarini videoni ostiga yozib qo'yganmiz. O'zingiz kelib, bemalol tepasida savdolashib, baraka qilsangiz bo'ladi. 8 sotixli uchastkaga 380 ming so'rayaptilar. Yana sunnatiga kelishtirib beriladigan joy bor. Narxiga arziydigan uchastkalarni o'tkazib yubormaslik uchun kanalimizga obuna bo'lib qo'yishingizdan chiqmasin.